Yoruq sayılla keşmişlerinin hatırsı. Yoruq sayılla şahitlarının bayanı. Unutulmaz keşmiş ve mengülük esleme. Yoruq sayılla. Assalamu alaykum, hürmetli radyo anlıqçılar. Yoruq sayılla sayfimizga hoş geldinglar. Men mazkur sayfining programma riyosatchisi Qutlan. 1965 yılı 6 ayının 14 günü bir ömür vatani üçün tipirliğen bir otluq aydı. 64 yıllık qısqagana hayatıga 1930 yıllardaki Xotan inqilabının yol başçılığını, Şarqi Türkistan tarixidan ibaret büyük bir abide eserinin muallifligini, Xitoy bilan bo'lgan murassasiz qalam kurashlarini, shundaqla muajiratdagi Sharqi Turkiston davosining mushaqqatlik jarayonlarini sig'dirgan bu kishi vataniga tutashgan armonlari ilkida bu dunyo bilan vidolashidi. Bu kishi 20-asr Uyg'ur tarixidagi buyuk bir shaxsiyat Muhammad Emin Bug'rodir. Qadrli radio anglag'uchilar, tövende diqqatinglar büyük inqilobchi Muhammad Emin Bug'ro ve onun kurash hayotiga bag'ishlangan maxsus radio programmasida bo'lg'ay. Muhammad Emin Bug'ro Sharqi Turkiston tarixi nomli obida asarida yozgandek, 20-asrning tong nuri boshqa millatlarni uyg'otgan, taraqqiyotga va ilm-fanga boshlagan bir mezgillarda Sharqi Turkiston xalqi g'aflat uyqusiga cho'mib, to'limi bexudlashib ketgan edi. Yana kelib Sharqi Turkistonda haqiqiy vatanparvarlik ro'yiga ega zotlar barmoq bilan sanog'idek oz edi. Tong yorishdan burunqi kecha qorong'ulig'iga o'xshaydigan mana shu zulmatlik davrda zimmasiga buyuk burchlar yuklangan shaxs Muhammad Emin Bug'ro dunyoga keladi. Muhammad Emin Bug'ro haqidagi manbalarning ko'pinchisida uning 1901 yili Xotan shahar ichidagi Xalifalik Hoyla mahallasida tug'ilganligi qayd qilindi. Ammo uning 1906 yilda tug'ilganligini va yoki boshqa yilnomalarni ko'rsatilgan kishilar mavjud. İstanbul'daki Teklimakan Uyg'ur nashriyotining boshlig'i Abdujalil Turan Efendi gerçi Muhammed tug'ilgan yili haqida turli yilnomalar tilga ilinsa-mu, ammo 1901 yili degan bu yilnomaning eng ishonchli ekanligini, buni ko'pincha manbalarning tasdiqlaydiganligini ta'kidlaydi. Aynı zamanda Xotan'da Muhammed Emin Hazreti, Muhammed Emin Damalla deb atalgan keyingi kunlarda Muhammed Emin Bug'ro degan ism bilan mashhur bo'lgan Muhammed Emin Hazreti Xotan'da 1901 yili tug'ilgan. 1906 yilda tug'ilgan deganlarninki bak amaliyotga uyg'un kelmaydi. Chunki Muhammed Emin Bug'ro o'zining siyosiy hayotim degan xotiratida 1913 yilda Turkiyadan kelgan bir muallimdan dars olgan deydi. Muhammed Emin Bug'ro agar 1906 yilda tug'ilsa, o chaqda 6-7 yosh bo'ladi. 6-7 yosh bolalar o chet ellik nimalardan dars ololmaydi. O'zining xotiratida Turkiyadan kelgan bir muallimdan xususiy dars olib, zamonaviy ma'rif va siyosiy tadqiq tarbiyasi tahsil qildi deb yozadi. Buning qaragan vaqtida 1901 yili, balki uningdan burun tug'ilgan bo'lishi mumkin. Ammo butun hozir tarixchilar 1901 yili tug'ilgan deb aytadi. Biz shuningga amal qilyapmiz hozir. Türkiye'deki pişqidam faoliyatchi Sharqi Turkiston vaqtining sobiq bosh kotibi Hamidxon Göktürk Efendining ilgari surishicha, ayni zamonda Amir Hazratim degan hurmat nom bilan tonilgan Muhammad Emin Bug'ro Xotan'da hurmatga sazovor bir oilada dunyoga kelgan ekan. Şarkı Türkistan Milli Mücadelesi'nin rehberlerinden Mehmet Emin Bug'ro, yani Emir Hazretim, Şarkı Türkistan'ın Xotan şehrinde doğuldu. Dadısının eti Pir Abidin Hacim. Anısının ismi bolsa Sakine Banu Hanım'dı. Sakine Banu Hanım'ın dadısı Abdurrahman Paşa ismi bilen işgalçilerini Xotan'dan çıkarıp bu Xotan rayonunu azatlıkka çıkarıp bir vakitlik Xotan emirliki kurgan Abdurrahman Paşa Han'ın ikinci evlat nebirisi hesaplandı. Hem dadısı Pir Abidin Hacim hem Xotan'ın ilgiri kelgen bir ölema.
Shvetsiyadagi Uyg'ur ziyolilaridan shoir Abdushukur Muhammad Efendimi Muhammad Emin Bug'roning nasabi va oila shajarisi haqida Muhammad Emin Bug'roning asarlarida va jiyani Yaqub Bug'roning xotiralari nomli aslamasida bir qism ma'lumotlarning uchraydiganligini ota va ona tarafdan Xotan tarixida o'tgan mashhur jamoatlarga tutishadiganligini ilgari surdi. Muhammed Emin Bug'ra tariximizdagi cho'ng jamoatdan kelgan. O'zining jamoati, ya'ni Muhammed Emin Bug'raning jamoati haqida o'zining Sharq Turkiston tarixi degan kitobida ham undan keyin bir jamoatdan bo'lgan doktor Yunus Bug'raning xotiralari degan kitoblarida bir qism uchurlarni ham nasab xaritalarini qoldirgan. Şu nasab xaritlalari va o'zining qoldirgan uchurlarga asosan aytgan vaqtida Muhammed Emin Bug'raning nasabi Yunusxon davridagi Xo'ja Abdullah Ahrayi degan bir Xo'ja Abdullah Ahrayi degan bir buyuk shaxsga tutishidi. Bu odam ayni chog'da dinda kamal etgan din peshvosi bo'lib, o'zining Sharq Turkiston tarixida ma'lumot bergan. Hamda onasi Sakina xonim bo'lsa 1860-yillarda Manju imperiyasiga qarshi qo'zg'algan Xotan qo'zg'olonining doisi Habibullah Hoji podshoh tutishidi. Biz bu cəmiyyətin tarix qaraydigan bolsaq, bu cəmiyyətdən tarixdə nəhayət köp məşhur şəxslər, ölümalar çıxqanlığını, həm vətən üçün özlərinin canını fida qilgan qəhrəmanlarning çıxqanlığını görüb alaymiz. Demək, Muhammed Emin Bug'raning nasabini o'zilam vətən millət üçün xizmət qiladigan bir qon bor nasab desak ortiq ketmaydi. Abdullah Oğuz Efendi Muhammed Emin Bug'raning jiyani marhum doktor Yaqub Bug'raning nevrisidir. U hozir İstanbul Universiteti Türkiye İnstitutida Muhammed Emin Bug'ra va unlari bo'yicha doktorlik tadqiqoti elib bormoqda. U Muhammed Emin Bug'raning ona jamoati tarafdan 1860-yillardagi Xotan inqilobining doisi Habibullah Xon Pashaga tutishadiganligi haqida manbalarning mavjudligini, buni ko'plagan urug' tuqqanlarning tasdiqlaydiganligini bildirdi. Men hem özümüzün ailesi buluşu cihetten Mehmet Emin Bug'ra hastimning nasabi haqida Habibullah Xon Padişahgacha bo'lgan nasabni o'zimni tadqiq qilib chiqib nima qildim. Ham Hajim dadamning xotirasini Turkiya Türkisga o'rishda qildik bu ishni, hamda hastimning hayotini va Sharq Turkiston tarixini Turkiya Türkisga tarjima qilishda biraz tadqiq qildik. Birinchidan ham hastim hem bizning aile metnizajimning evlatları hem bu Xotan'da meşhur Hakim Şahunumning balları bo'lgan hastimning onasi Sakina Banu hem bizning cho'ng dadimiz metnizajim hem de Xotan'da meşhur Tabobat Üniversitesida baş muallim bo'lgan yaqin zamanda qasd qilinib shahid qilingan Ablamet Yusuf akimizning bu shu nasab ilgili tadqiqotlarining borligini anladik. Abdullah Oğuz Efendi Muhammed Emin Bug'raning 15-asrdagi mashhur tariqat arbobi Abaydullah Ahroriyga bog'langanligi haqida rivoyatlarning mavjudligini, ammo buni dalillaydigan bir nasabnoma yoki shajaraning hozircha qo'lda yo'qligini, o'zining bu haqda uzundan buyon izlanayotganligini ta'kidlab o'tdi. Ubeydullah Ahrari deb ötüdü bizning ailemizning kayıtlarida. Ama asasen Ubeydullah Ahrar ismi bilen meşhur bu Türkistanlık meşhur tarikat erbabı şeyhi Ubeydullah Ahrar'a nesebinin bağlanganlığı tegişlik. Hazır kolumuzda bir belge paket bir şey yok. Ama Hacim dadam hatıraları da muşu nesebinin Ekim Şahunundan ta Ahrar'gıça bo'lgan nesebinin şu Ablamet Hacim Yusuf akımızın kuluda bağlanlığı tegişlik bir nima var. Hazır tabii bu nesebning qog'ozning nada bo'lganligini o'qish, bilish, yurtimizda bo'layotgan irqin qirg'inchilik tufayli tadqiqotini qilish, urug' tuqqanlarimizdan gaplashishma mumkin bo'lmaganligidan uni bir paketga dalilga belgilashimiz nima bo'lmadi, imkoniyatimiz bo'lmadi. Şu anda bir nima yo'q desakmi, shunday bir rivoyat bor endi. Abdujalil Turan Efendi Muhammed Emin Bug'raning ona jamoati tarafdan 1860-yillardagi Xotan qo'zg'olonining rahbari Habibullah Xon Pashaga tutishadiganligi aniq bo'lsa-mu, ammo uni 1490-yili olamdan o'tgan tariqat ustozi Xo'ja Abaydullah Ahroriyga bog'lashga hujjatlik manbalarning yetarsizligini qayd qiladi. U o'zining bu qarashga qo'shilmaydiganligini, hozircha buni tasdiqlaydigan hujjatlik dalillarning yo'qligini ilgari surdi.
Muhammed Emin Xotanda obro'yliq, hurmatga sazovor diniy bir oiladan kelib chiqqan kishi bo'lib, dadasi xalq tilida Pirovud Najim deydi ekan. Asli Fariduddin Najim bo'lishi kerak. Dadasi Pirovud Najim, uning dadasini Hakim Shah Oxun debdi. Uningdan keyin 1866-yili Yaqub Bek tarafidan aldab o'ldirilgan Habibullah Xon Hojiga, ya'ni Hoji Podshoh deb qo'yamiz, bu Habibullah Najim deyildi. Bu kishiga bog'lab, uningdan keyingisini oliqda hech qanday nima yo'q. 1990-yil olamdan o'tgan Xo'ja Abaydulla Ahrarga bog'labdi. Men buningga bak nima qilmayman. Buni men tasdiqlayolmayman. Ama miyadi yangi bir Abdullah O'g'uz degan bizning bir doktora o'qiyotgan bir do'stimiz Muhammad Mughra va Sharq Turkiston tarixida bir 100 chibatlik bir kitob yozib ekan. Shuningda bir shajara biribdi. Buni uningga bog'labdi. Uningga men bak qo'shilmayman. Qo'shilmaslikning sababi shu. Jiq odamlar, xususan bu tasavvuf ahli hammasini ya payg'ambarga ya shunday ulug' dangdar o'tgan Ahmad Yasaviydek, Xo'ja Abaydulla Ahrardek odamlarga bog'laydigan bir odatlar bor. Hozirmi bu o'zini Said avlod deb payg'ambar bor. Hozirmi bu o'zini Said avlod deb payg'ambar avlod deb yuradigan bu shunda bir nima bo'lishi kerak. Dadasi Muhammad ibn Bug'roninki dangliq o'lim ekan, ammo Muhammad ibn Bug'ro hazratlarim kichik vaqtida qazo qilib ketgan ana tarafdan asl nasab kishilar ekan. Muhammad ibn Bug'roninki biz biladigan nasabi, hozircha bilalaydigan nasabi shu. Qadrlik radio anglag'uchilar, yuqorida 20-asr Uyg'ur tarixidagi buyuk inqilobchi, siyosiyon, tarixchi Sharqi Turkiston davosining yo'l boshchilaridan biri bo'lgan Muhammad Emin Bug'ra va uning kurash hayotiga bag'ishlangan maxsus radio programmasining birinchi qismini angladinglar. Bu vaqtdagi anglatishimizning oxiri davomli diqqatinglarda bo'ladi. Programmani Qutlan tayyorladi. Qimmatlik radio anglag'uchilar, shuning bilan Yo'riq Sayillar sayfisining kelar haftalik sonda ko'rishayli. Xush vaqt bo'linglar.